Abdori Musa Yunus. Bir do'stim saharlik solimida menga mundaq bir mazmunni yo'llabdi. Soat bilan minut oralig'ida nima ishlar bo'lishini bilmay turib, yillar orqasidagi xiyollarni surib qoladiganmiz ba'zida. Balkim umid degan shu bo'lsa kerak. Do'stim bak to'g'ri aytibdi. Hammali odam umid bilan yashaydi. Biroq umidning keyindagi reallikni bilmaydi. Inson ayib nuqsonlari, mehrlik ifodalari orqali bir-biridan farqlanib turdi. İnsandaki mehr muhabbet alemini ta'sirlantirsa, insandaki ayıplash ruhi alemni bezar qiladi. Bir qism odamlar yaxshi umidlar bilan yashasa, yana bir qism odamlar yomon umidlar bilan yashaydi. Umid odamni yashintibli qolmasdan, balki odamni o'zi umid qilgan reallikka boshlaydi. Yaxshi umid yaxshi ishlarni borliqqa keltirsa, yaman umid yaman ishlarni borliqqa keltirdi. Yaman umid sabablik odamda o'xshamagan nuqsonlar borliqqa kelishi mumkin. Masalan, boshqalarni putlash, haqorat qilish, zarba berish, ayblash va aybini bayon qilish qatorliq ishlardi. Bu dunyoda yashayotgan har qanday odamning aybi bo'ladi. Faqat koinotning, tabiatning, quyoshning, havoning, suning, zaminning aybi bo'lmaydi. Har qanday odam o'z tabiatidagi aybini yoshirish uchun to'xtamay bahona sabab izlaydi. Biroq aybini yoshirib qololmaydi. Nurg'unlagan odamlar o'z tabiatidagi ayb nuqsonlarini bir chetga qo'yib qo'yib, boshqalardan ayb nuqson izlaydi. Aybini boshqalarga choplab bo'lib, ya'ni shu kishilarni ayblaydi. Bu balki inson tabiatidagi o'rtaqlik bo'lishi mumkin. Odamlar maqtashni aktiv qabul qilgan bilan ayblashni angliq holda qabul qilolmaydi. Kim ayblasa, shu kishiga o'sh bo'lib qoladi. Biz ko'pincha Allohda jo'rimizni, farzandlarimizni ayblab solamiz. Shu sabablik o'ttirimizda ziddiyat, ixtilof tugab qolmaydi. Agar biz jo'rimiz bilan farzandlarimizga maqtash so'zi bilan rag'bat so'zi ishiltishni odat qilgan bo'lsak edi, er bilan ayol, ota-ona bilan farzandlar o'ttirsidagi munosabatda mo'jiza xarakterlik ilgirlashlar borliqqa kelgan bo'ladi. Bizda yaxshi gap zimistondimi dillarni illitar, yomon gap to'muzdimi yuraklarni muzlitar deydigan tamsil bor. Yaxshi gap bilan yomon gapning farqi xuddi olamdek cho'ngdir. Biz farzandlarimizga yaxshiroq bo'lish uchun ular nima desa shuni qilib berdik. Ularga uy, mashina eppagandan boshqa, ularning bank qarzlarini o'z ustimizga ilib oldik. Bu ishlarni farzandlarimizga ota-onalarning majburiyati deb his qildirib, ularning put-qo'llarini tushab qo'ydik. Ularga hunar kasbining ahamiyatini bildiramidik. Biz asli farzandlarimizga o'zining yo'lini o'ziga tayinib menishni, jafo mushaqqatni o'ziga tayinib yengishni, o'zining orzusini o'ziga tayinib borliq keltirishni, o'zining oilasini o'zi qurib chiqishni o'rgatishimiz kerak edi. Biroq biz unda qilamadik. Farzandlarimizning ruhiyatiga kuch beramidik. Ularning tavlanish fursatini o'z zimmamizga yuklab oldik. Bu bir qator ishlar ota-onalarning farzandlariga qilgan yordamida ko'rinsimi, amaliyotda bu ishlarning hammasi biz ota-onalarning nodonligimiz ham ayibimizdir. Qaraydigan bo'lsak, yoshlarimiz rohat farog'atga berilib ketdi. Jafoga chidash ruhi kamchil, izdinish va o'rganish ruhi yetarsiz. Nishon belgilash iqtidori tuvan bo'lib, bularning hammasida biz ota-onalarning bosh tortib bo'lolmaydigan mas'uliyatimiz bor. Biz shuni aniq bilishimiz kerakki, ota-onalar bilan farzandlarning munosabati hayotlik bilan olamning munosabati bo'lib qolmasdan, balki farzandlar bilan dunyoning munosabati hisoblanadi.
Ota-onalar bilan farzandlarning munosabati buzilsa, kishilik turmushdagi barliq munosabatlar, turmush manbalari normallikni saqlay olmaydi. Chunki ota-onamiz bizning yıldızımız. Yıldızımızda masala ko'rilsa, baxt gullarimiz po'raklab echilanmaydi. Shunga har qanday farzand ota-onasidan xatolik o'tgan bo'lsa-mu, kechirib o'tish kerak. Ota-onasining xatoligi sababli o'shmanlik shakllanib qolsa, ziddiyat urug'i keyingi avlodlarga miros bo'lib qolishi mumkin. Ota-onalar bilan farzandlar o'rtasidagi muhabbat ko'rigidan masala ko'rildi degan gap dunyodan masala ko'rildi degan bilan barobardir. Ko'ngilda qat'iy kechirishga bo'lmaydi deb qaragan odamni kechiradigan odam o'zini qo'yib farosatli odamdir. Odamlarning aql farosati birdek bo'lmaydi. Aql farosat koinotning odamlarga ato qilgan qimmatli sovg'asi bo'lib, u har bir odamning hayot yo'lidagi 81 mushkulotidan chaqnab chiqqan nuroniy go'harlaridir. Aql farosat muvaffaqiyatning yetakchisidir. Aql farosat ilm o'rganishga yetaklaydigan yo'lboshchidir. Aql farosat ruhiyatni yo'ritadigan nurliq chiroqdir. Odam aql farosatga to'yinganda o'zidagi ayib va ayblashlarni bir chetga qo'yib qo'yib, odam va shaylarning yaxshi tarafini ko'ra oladi. Hech kimga va hech narsaga yomon nazarda qaramaydi. Oq ko'ngillikni izchil o'ziga hamroh qiladi. Sizni tillagan, sizni ko'ralmagan kishilarning hammasi ruhiyati sizdan ojiz, aql farosati sizga yetmaydigan kishilardir. Agar ular farosatli kishilar bo'lgan bo'lsa, sizga hurmat bildirgan va sizga yomon ko'zda qaramagan bo'ladi. Ular o'zidagi ojizlikni yo'shirish uchun sizni ayblaydi. Bu xil ayblashga taqobil turishmi nodonlikning ifodasidir. Chunki taqobil turishni o'ylagan shu daqiqadan boshlab sizda azoblanish tuyg'usi shakllanishga boshlaydi. Bu xil tuyg'u sizni qiynab, sizga orom bermaydi. Bu dal boshqalarning xatoligi orqali o'zini jazolash harakati bo'lib, bu harakat nurg'unlagan odamlarni qaymoqtirdi. Boshqalarning sizga qanday muomalada bo'lganligi ularning ishi. Sizning masalalarga tutgan muomalangiz bo'lsa, sizning ishingiz. Demak, kishilik turmushda sizning boshqalarning ish harakatlariga qaytirgan inkosingiz sizning qimmatingizni, sapoyingizni belgilaydi. Hayotingizga keladigan ishlar omini keladi. Hayotingizdan ketadigan ishlar omini ketadi. Bu jarayondagi muhim masala sizning hayotingiz bilan uchrashgan har qanday odam va masalaga aql bilan muomala qilish talant hisoblanadi. Ayb bilan ayblash biz tug'ilish bilan tang borliqqa kelgan mavjudlik bo'lib, bizning cho'ng bo'lishimizga agishib, tanglik kuchayib bordi. Agar biz uning o'rniga sizga azor berib qo'ydim, meni kechiring, men sizni so'yman, rahmat sizga degandek so'zlarni almashtirsak, qarshi tarafni xushal qilib etishimiz mumkin. Agar bu so'zlarni o'zimizga takror deb bersak, vujudimizda mo'jiza xarakterlik o'zgarishlar borliq kelib, ruhiyatimiz yorib ketishi mumkin. Har qanday hayotlik va shay yaxshi gap bilan yomon gapni farqlantira oladi. O'simliklarmi o'xshash. Boshqalarning aybini ko'rib, ko'z nurimizga nuqson yetkazgandan, boshqalarning ortiqchiligini ko'rib, ko'z nurimizni kuchaysak yaxshi emasmi? Rumi mundaq deb yozgan. Sen menda ko'rgan go'zallik, u sening go'zalligingdir. Sana esil ko'ringan bo'lsam, u mendagi emas, balki seningdagi xislatdir. Shundaq. Go'zallik tashqi dunyodan emas, balki har bir odamning ichki dunyosidan keladi. Tashqi dunyoni o'zgartiraman deyish sarangliqdir. Dunyoda ikki xil odam bo'ladi ekan. Bir xili muvaffaqiyat qozongan odam, yana bir xili mag'lub bo'lgan odam. Muvaffaqiyat qozongan odam 3% ni, mag'lub bo'lgan odam 97% ni egallaydi ekan. Nima uchun mag'lub bo'luvchilar shuncha ko'p sonni egallaydi? Buning sababi dal boshqalardan og'irinish va boshqalarni ayblashgan.
bu dunyoda hech qanday odam dunyoni va atrofidagi hech kimni o'zgartirmaydi ekan. Faqatla o'zini o'zi o'zgartirdi ekan. Siz o'zgarsangiz dunyo o'zgardi ekan. Siz o'zgarsangiz atrofingizdagi hamma narsa o'zgardi ekan. Men bir ustozdan qanday hayot yaxshi hayot hisoblanadi deb so'raganimda, ustoz menga mundaq javob berdi. Yoshlikdagi rohat farog'atda o'tgan hayot muhim emas. Muhimi 60 yoshga kirgandan keyin tövendikidek 5 shart hozirlansa, yaxshi hayot deb ta'riflasak tamoman bo'ladi. Birinchisi, sog'lom tan bo'lishi kerak. Ikkinchisi, muqim kirim manbasi bo'lishi kerak. Üçüncüsü, ish o'qidigan farzandlari bo'lishi kerak. To'rtinchisi, yoshlik chog'laridan boshlab birga turmush kechirgan umr jufti bo'lishi kerak. Beshinchisi, o'zaro tushunadigan, o'zaro bir-birining holiga yetalaydigan do'sti bo'lishi kerak. Yuqorqi 5 shartdan biri kam bo'lgan hayotni yaxshi hayot degili bo'lmas. Men bu javobdan shundoq bir haqiqatni tushundimki, odam hayotida tan sog'liqni umidlarning tojisi, kirim manbasini umidlarning yadrosi, farzand tarbiyasini umidlarning ulgisi, umr juftimizni umidlarning xonishi, do'stimizni umidlarning rag'batchisi deb tafakkur qilsak, to'liq go'zal bo'lg'idek. Xo'sh, aziz qarindishim, siz qanday tafakkur qildingiz? İnkas rayonida ko'rishaylik.